O'zbekiston ustidan uchib o'tgan samolyotlar yo'nalishini o'zgartirib uchganligini bilarmidingiz? Shu haqida gaplashamiz. 1960-yilda Buxoroda o'rta blok nomli gaz koni aniqlandi. 1961-yildan gaz koni burug'lash ishlari boshlab yuborilgan. 1963-yilga kelib mutaxassislar qilgan xatosi tufayli katta yong'in paydo bo'ladi. Yong'inning balandligi 120 metrgacha yetgan. O'sha vaqtlarda Janubiy Sharqiy Osiyo, Hindistondan va Pokistondan Esteriga qarab yoki Yevropa davlatlariga qarab uchayotgan samolyotlar yo'nalishini o'zgartirib uchishga majbur bo'ldi. Sababiki xohlagan vaqtda gaz konida katta portlash sodir bo'lishligi mumkin edi. Sovet hukumati gaz konini jilovlashlik uchun 3 yil davomida juda ko'plab usullarni qo'lladi. Muzlatish, suv haydash hech qaysi kor qilmadi. Bu vaqtda esa yong'in tabiatga, hayvonlarga, qushlarga katta zarar keltirayotgandi. Sovet hukumati 1966-yilda gaz konini jilovlashlik uchun atom qurolini ishlatishlikka qaror qildi. 1966-yil 30-sentyabrda gaz konidan uncha uzoq bo'lmagan masofada 1,5 kilometr yer ostida Hiroshima va Nagasaki tashlangan atom bombalaridan 2 barobar kuchli atom bombasi portlatildi. Katta miqdordagi yer ko'chkisi natijasida yong'in butkul bartaraf etildi.